boshqamiz. Ezgu tilaklarni aytamiz takror. Muborak kunlarning bahonasida. Samimiy mehrimiz etamiz izhor, shunday qutlug' kunning ostonasida. Tiriklik in'omi o'zi saodat, har otgan tong uchun keltirish shukrona. To'rmunchamizni bugun yetib, sog'i salomat, mana shunday kunlarga yetkazdi mana. Qalblarga jo bo'lib eng ezgu tilak, to'yxona bugun nurlarga to'lsin. Qutlayman qadrdon, qutlay birodar. Bugungi ezgu baxt to'ylari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun shunday muborak sanada yaxshi niyatlarni ko'ngillarga joylab, mana shunday xonadonni to'yxonasini havas qilib, niyat qilib, ushbu dargohga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Hammalaringizni avvalambor xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun shunday yaratgan nasib qilgan ajoyib bir sanada sog'lik, salomatlikda, xotirjamlikda diydorlashar ekanmiz. Yetkizganiga, ko'rsatganiga shukronalar bo'lsin. Bilamizki, yuqorida otamiz aytganidek, bugun va mana shu xonadon ahli bugun hammamizni o'z xursandchiliklariga sherik qilyapti. Katta tantana. Avvalambor xonadon ahliga to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Qolaversa to'yboshlar bugun hammamizni e'tiborimiz markazda. Ya'ni bu insonlarga bugun havas qilamiz. Bular bilan bugun yaxshi kunni birga baham ko'rayotganimizdan juda xursandmiz. Demak, xonadon sohib-sohilari bugun Ahmadjon akamiz hamda Sayyor opamlarni xonadonlarga Allohning marhamati yog'ilib, Xudo nasib qilgan shu kunda chiroyli to'y nishonlanyapti. Ahmad akamizga ham, Sayyor opamizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Avvalo qo'sha qarishsin, uzoq yillar mana shu xonadonda farzandlarni, nevaralarni, yaxshi kunlarni, rohatini, huzurini ko'rib yursin, boshlari to'ydan chiqmasin deb chin qalbdan tabriklaymiz. Qolaversa bugungi to'yning sabablariga to'xtalsak, bular esa bugun to'yxona to'rini bezab turgan kechamizning shohi malikalari. Qolaversa bugun yaratganni amri bilan nomlari barobar tilga olinayotgan muhabbatga to'la qalb egalari, demak kuyov to'ramiz Sanjarbek hamda kelin poshamiz Layloxonlarni visol onlariga shohidmiz. 2 yoshga ko'pni qatori qo'limiz duoda, ilohim yoshlari baxtli, saodatli bo'lsin, serfarzand bo'lsin, serdavlat bo'lsin. Ko'pni qatorida kelasi yil shirindan shirin farzandlar ko'rsin, farzandlarini beshik to'ylarida o'tirish yana hammamizga bir yursin deganlar bo'lsa, chiroyli qarsak cholib berganlarni uylarida to'ylar bo'lsin. To'y bo'lganda ham har oy to'y bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Endi qarsak cholgan qo'llaring bilan dasturxonga marhamat qilinglar. Noz-ne'matlardan olib, bemalol bugun oz bo'lsa-da uydagi tashvishlarni unutib, shu xonadonni bugun xursandchiligiga keldik. O'ylaymizki, yaqin soatlarda mazza qilib, Qo'ziboyevlar bilan chiroyli to'yni nishonlaymiz. Buning uchun esa biz ham nasibamiz qo'shilib xizmatda bo'lish nasib qilgan ekan. Biz ham imkon qadar sizlarni uyaltirmaymiz. Xudo xolasa ko'ngillaringizni chog' etish uchun ijodiy jamoamiz bilan go'zal kuy qo'shiqlarni havola etamiz. Buning uchun esa xalqimizda yaxshi bir tanishi bo'lib qolgan ajoyib Oyzadaxon jonli ovoz sohibasi o'zlarining chiroyli qo'shiqlari bilan, qolaversa Muhriddinjon do'stimiz bilan birgalikda sizlar uchun xizmat qilib boradi. Marhamat qilib chiroyli qo'shiqlarga navbat bersakda, mehmonlarga yana bir bora xush kayfiyat tilab qolamiz. Salomat bo'linglar.